Men Juventusda o'ynagan paytimda Interga qarshi bahsda maydonga tushgandim. Materazzi haqiqiy qotildek harakat qilib meni jarohatlagandi. U kuchli futbolchi edi, shuning uchun bu qaysidir ma'noda normal holat. Bu 2006-yilda bo'lgandi. Jarohatdan keyin bir muddat maydonni tark etdim va murabbiy Fabio Capello "Seni almashtiraman" dedi. Men esa "Yo'q, o'yinni davom ettiraman" deb javob berdim. Men faqat bitta sabab bilan qaytmoqchi edim. Materazzidan qasos olish uchun. Kimdir menga bunday qilsa, men buni hech qachon unutmayman. Ammo 2 daqiqadan keyin og'riq chidab bo'lmas darajaga yetdi. O'yinni davom ettira olmadim. Keyinchalik men Inter, Barselonada o'ynadim va so'ng Milanga o'tdim. 2010-2011-yilgi mavsumdagi ilk derbida yana Interga qarshi maydonga tushdim. Bu menga juda kuchli motivatsiya berdi. Lekin agar o'zingni nazorat qilmasang, yaxshilik kutma, boshingni yo'qotib ahmoqona ish qilib qo'yishing mumkin. Men penalti ishlab oldim va bilasizmi, kim menga nisbatan qo'pollik qildi? Yana o'sha Materazzi. Milan Bruno hisobida oldinga chiqdi. Ikkinchi bo'limdagi epizodlardan birida Materazzi menga yaqinlashayotganini ko'rdim va men unga taekvondo uslubidagi zarbani berdim. U hatto shifoxonaga tushib qoldi. Bundan so'ng Dejan Stankovic mendan "Nega bunday qilding?" deb so'radi. Men esa unga javoban shunday dedim: "Men bu lahzani 4 yil kutdim."